Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Voy meni bolalarim uy ovqatini yemaydi-da, o'shanga har kuni majbur bo'laman restoranga olib kelishga. Biz mana Katta Qo'rg'on balig'iga keldik, Sergelida. Biram zo'r qilar ekan baliqlarini. Har kuni pashti shu yerdan kelib ovqatlanyapmiz. Ha, bolalarim? Bolajonlarim, sizlardan bitta iltimos aytaman. Bu yerga to'lashga meni pulim kam, kreditlarimiz mana shu yergacha. Hozir ofisant keladi, biron narsa yeysizlarmi deganimda, yo'q deylar, xo'pmi? Bitta choy, bitta non yeymizda ketamiz, xo'pmi? Kelishdikmi? Men ataylab ovqatlar otini aytaman, yo'q biz uni yemaymiz. Biz uni yemaymiz deb turinglar, iltimos, xo'pmi? Kelishdikmi? Xo'pmi? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, bering. Rahmat. Biz har kuni restoran yuramiz. Qozon kabob yeysizlarmi? Yeyman. Rulet jiz bor ekan, yeysizlarmi? Ha, yeyman. Katta Qo'rg'on zig'ir oshi bor ekan, yeysizlarmi? Ha, yeymiz. Katta Qo'rg'on balig'ini yeysizlarmi? Shular olib keling.